Internetda shov-shuvga aylangan, lekin hali hech kim nuqta virgulgacha to'liq ma'lumot bermagan Cobalt'da rassrochkasi bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'taman. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Undan oldin videoga like bosib, sahifamga, YouTube kanalimga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Qo'limda mana Cobalt'da ikkita pozitsiyasi bo'yicha rassrochka grafiklari turibdi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, oylik to'lov qanchadan chiqadi, hammasi haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Buni hozir sizlarga YouTube video davomida ham tushuntirib beraman va ushbu qo'limdagi qog'ozlarni siz meni Telegram guruhimdan ham olishingiz mumkin. Birinchi navbatda bu rassrochka Kapital Bank tomonidan taqdim etilyapti. Islomiy moliya shartlari asosida ekan, lekin men diniy tomoniga urg'u berib o'tirmayman, faqat iqtisodiy tomonini tushuntirib beraman. Qarang, Cobalt'da hozirgi paytda ikkita pozitsiyasi bor. Salonda bilasiz, 156 million 100 ming so'mligi birinchi pozitsiya. Style ikkinchi pozitsiyasi 165 million 200 ming so'm. Endi buni sharti qanaqa bo'ladi? Borasiz, shartnoma olasiz, avtosalondan 30% boshlang'ich to'lov bo'lyapti. 46 million 830 ming so'm bo'ladi. Boshlang'ich to'lovingiz. Shu pulni bankka to'laysiz. Bank sizda to'lagan pulingizni avtosalonga ko'chirib beradi. Sug'urtasi 2 million 805 ming so'm bo'lyapti. Aytib o'taman, bu 156 million 100 ming so'mlik komplektatsiya uchun hisob-kitoblar. Endi qarang, shu yerda 156 million 100 ming so'mlik narxga 29.8% ustiga pul mindirilyapti. 202 million 618 ming so'm bo'lyapti umumiy narx. Endi shu 202 million 618 mingdan boshlang'ich to'lov 46 million 830 ming so'm ayrilyapti va qoldiq summangiz 155 million 788 ming so'm chiqyapti. Xuddi shuni sizga 36 oyga bo'lib beradi. 36 oyga bo'lib berganda oylik to'lovlari 4 million 330 ming so'm atrofida chiqyapti. Xo'sh, endi ish haqi talab etiladimi? Yo'q, talab etilmaydi. Eng uzoq muddat qancha? 36 oygacha. Boshlang'ich minimum to'lov qancha? 30%. Va 18 oyga ham olishingiz mumkin. 18 oyda to'g'rirog'i foizi birozgina pastroq bo'ladi. Mana foizi. Mashinani umumiy summasiga qo'yiladigan foiz. Tushuntira oldim degan umiddaman. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu rassrochka foydaliroqmi yoki avtokredit? Men avtokreditga hech kimni targ'ib qilmoqchi emasman, lekin iqtisodiy tomonlama baribir ham iqtisodiy tomonlama avtokredit salgina foydaliroq. Endi keyingisi ikkinchi pozitsiyasiga o'tamiz. 165 million 200 ming so'mlik. Bunga boshlang'ich to'lov qancha bo'ladi? 30% bo'ladi. 49 million 560 ming so'm bo'lar ekan. Endi bunga ham xuddi o'shanaqa 165 million 200 ming so'mga 29.8% pul mindiriladi. Umumiy summa 214 million 430 ming so'm bo'ladi. O'sha 214 million 430 ming so'mdan 29 million 560 ming so'm ayriladi. 164 million 870 ming so'm pul qoladi. O'sha pulni sizga 36 oyga bo'lib beradi. 36 oyga bo'lgan paytda oylik to'lovlari 4 million 600 atrofida chiqyapti. Ayda-chuyda summalariga ozgina farq qilishi mumkin. Va bunda sug'urtasi 2 million 968 ming so'm bo'lyapti. Kapital Bank tomonidan taqdim etilyapti bu imkoniyat. Xo'sh, bu siz uchun qanchalik foydali yoki moliyaviy tomonlama qulay? Fikringizni kommentariyada bemalol yozib qoldiring va bu videoni Cobalt rassrochkaga olaman deb yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Balkim keyinchalik qaysidir banklar yoki bo'lmasa zavod tomonidan rassrochka Cobaltga ochilishi mumkin, lekin bu hozircha noma'lum narsa bo'lib turibdi. Hozir ayni paytda Kapital Bankda rassrochkasi xuddi shu tartibda berilyapti. Fikringizni yozib qoldiringlar. Videoga like bosib, Instagram, YouTube, TikTok profillarimga ham obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Barchalarga keyingi videolarda ko'rishguncha hammalaringizga salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, charchamanglar.